Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli skuter quva obunachilari. Kattarog'ini, tezroq yuradiganini, akkumulyatori ko'pini hamda yuk ko'tarish hajmi baquvvatroq bo'lgan skuter oqtarayotganlar uchun katta skuterlarimizdan yana yetib keldi sotuvimizga. Hozirda 4 tasini yig'ib qo'ydik, undan tashqari yana mavjud. Dastavkalarimiz O'zbekiston bo'ylab bo'ladi. Akalar, albatta pulli kelishilgan holatda manzilimiz Farg'ona quvada joylashgan. Skuterimizning narxini akalar ancha muncha joydan ancha arzon qilib sizlarni xursand qiladigan darajada tushirib qo'yganmiz. O'tgan safar $550-500 sotilayotgan skuterni $490 qo'yib qo'ydik. Talamon bo'lib ketdi akalar. Yana shu skuterlarimizni sotuvga qo'yapmiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Narxlarini ham, sifatini ham libo joy bilan solishtirib olaverasizlar. Ko'rib turgan skuterlaring 6 ta akkumulyatorli qilib ishlangan, 72 volt 20 amperda, yili yangi 2026-yil bo'ladi. Skuterlarimiz hali to'liq bitgani ham yo'q, ko'ryapsiz, bahilalarigacha turibdi. Korobkadan ochib yig'ilib, xo'p. Akkumulyatorlari ham hali qo'yilgan, akkumulyatorlarni ham qo'yib yurgizdirib beramiz. 2026-yil yangi akkumulyatorlar bo'ladi. Ko'rib turgan skuterlaringni akalar ko'rib turyapsizlar, ranglari qora, seri ranglari mavjud. Silinalari bemalol 2 kishini ko'taraveradi, oyoq qo'ydiganlarigacha bor orqasida. Motor quvvatlari 1000 wattli qilib ishlangan, orqasidan maxsus baquvvat amortizatorlar bilan jihozlangan. Skuterimizda qarang, orqasida bachoyi bor. Bachoyini ochsangiz, bunaqangi kaskasi, jiletkalari qo'shib beriladi. Bu skuterimizda yangilik telefon postavkalarigacha bor. Telefoningizni qo'yib bemalol bu yerdan zaryad qilib ketsangiz ham bo'laveradi. Skuterimiz zatniga ham harakatlanadi, поворотниклari ham bor, дальнобележный fara, 3 tali skors, parkovka, shunaqangi funksiyalar bilan jihozlangan. Skuterimiz tablosi buzilgan joygacha o'zi aytib turadi. Oldilari keng qilib ishlangan. Silinasini tagi ochiladi, silinasini tagiga ham bemalol mayda-chuyda solib ketsangiz bo'laveradi. Skuterimiz bitta zaryadida 60-70 kilometrgacha masofani bosib o'taveradi. 30 kilometrdan tortib yukingizga, sharoitingizga qaragan holda. Skuterlarimizni tezligiga keladigan bo'lsa, kalitni ochasiz. Mana kalitni bitta ochadigan bo'lsangiz, parkovka rejimi chiqadi. Parkovkani yo'qotish uchun tormozni bitta kachat qilasizda, bitta bosasiz. 3-ko'rda ko'rib turibsizlar, 69-70 tezlikda harakatlanadi. Balon aylanishlarga o'zingizlar baho beraverasizlar. Vahshiy tezlikda xohlovchilar uchun ayni muddao. Qarang, bunaqangi bahlalarigacha bor. Balonlari ham yaxshidan qo'yib qo'yilgan. Xo'p, skuterlarimizni endi ko'rib turgan skuterlarning narxiga keladigan bo'lsa, akalar 550-600 deb boshqa qotirmaymiz. Ko'rib turgan skuterlaringning hammasini $510 dan baraka qilib ketaverasizlar. Agar bizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, yana ozgina kamini qilib beramiz. Sog' bo'linglar.